Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz niyat to'g'risida. Inson hamisha orzu niyatlar bilan yashaydi. Orzu istaklarini amalga oshirish uchun harakat qiladi. Ko'pincha buni biz Allohdan so'raymiz, lekin yaratgan ham harakatda barakat bor degan. Faqat so'rovchilardan bo'lib qolmasdan, balki harakat qiluvchilardan bo'lishimiz lozim emasmikan? Bu to'g'rida siz qanaqa fikr bildirasiz? Endi harakat qiluvchilardan bo'lishimiz uchun sizga bitta amaliyotni taklif qilaman. Keling birgalikda amalga oshiramiz. Oyoqlarimizni chalishtirgan holatda o'tiramiz va ko'zimizni yumamiz va 3 marta chuqur nafas olib, nafas chiqaramiz. Va birinchi bosqichda nafas olib, nafas chiqarayotganimizda fikran men nimadir so'rashni bas qilaman deysiz. Ikkinchi bosqichda nafas olamiz va nafas chiqarayotganimizda men niyatimni e'lon qilaman deysiz. Albatta hozirgi zamon. Uchinchi bosqichda nafas olamiz va nafas chiqarayotganimizda men yaratganday kuch olaman deysiz. Va ko'zimizni ochamiz va to'g'riga qarab men niyatlarim bilan yashayman. Niyatlarimni tanladim deysiz va qaroringizni qabul qilasiz. Bu harakatlarni har kuni atiga 5 minut vaqt sarflab bajarib ko'ring. Hayotingizda qanday mo'jizalar sodir bo'lishiga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Keling azizlarim, harakat qiluvchilardan bo'laylik. Bu haqda fikringizni yozib qoldiring. Balkim sizning fikringiz kimgadir qaror qabul qilishga ikkilanayotgan insonlarga yo'l ko'rsatadi. Sog' bo'ling, uchrashguncha.